Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilimizdagi navbatdagi darsimizni o'tamiz. Bugungi mavzumiz sizlar bilan sabab yuzaga kelganda ishlatiladigan grammatikalar ko'rib chiqamiz. Bu narsa koreys tilimizda 이유를 나타낼 때 사용하는 표현을 배워보도록 하겠습니다. 오늘은 자, 가봅시다. Demak, nega o'tmay qoldi? Xo'p. Sifat bilan fe'lga qo'shilar ekan birinchi o'tadigan grammatikamiz, demak, aso hamda oso degan ko'rinishga bo'lar ekan. Demak, bular biz o'tgan darslardan bilamizki, yorug' va qorong'u ulliga qarab turib qo'shilar ekan bu qo'shimchalarimiz. Demak, asosi yorug'ga, asosi qorong'u ulliga qo'shiladi. Tarjimasi ligi uchun yoki sababli, ligi uchun deb turib tarjima qilib ketar ekanmiz. Hop, buni misollarda bir ko'rib chiqaylik. Jamil chaji mutesa cho'llayo deymiz. Mana biz alohida qilib belgilab qo'ydikki, mana bu qo'shimcha qayerda qo'shilganligini. Demak, uyquni uxlolmaganligim uchun, ligi uchun, endi bu joyda shaxsga qarab turib, ligim deb turib m qo'shilish holati bo'lyapti. Ya'ni uyquni yaxshi uxlolmaganligim uchun mudrayapman, ya'ni uyqu tutyapti degan narsa bo'lyapti. Undan keyin nijoso mana chesomnida biz darsda, umuman qaqadir bir ishxona, kompaniyalarda ko'p ishlatiladigan so'zlardan bittasi kechikkanligim uchun kechirasiz degan ibora bo'lyapti. Demak, mana bu joyda biz ishlatdikki ligi uchun deb turib. Hop, bu grammatikamiz hop, sifat bilan fe'llarga qo'shilar ekan, oso ko'rinishida yozilar ekan, qo'shilishi yorug' hamda qorong'u ulli degan qoidamizga bo'ysunar ekan, tarjimasi ligi uchun, ligi sababli shaklida bo'lar ekan. Hop, keyingi grammatikamizga ketdik. Keyingi grammatikamiz ham sifat bilan fe'llarga qo'shiladi. Nika deb turib o'tar edik. Buni uchun. Bu endi ko'p holatda uchun degan tarjimani olib keladi. Ba'zida bo'lib qolishi mumkin. Bu ham sabab degan tarjimada qilinib qolishi mumkin gapimizda. Buni misollarda ko'raylik. Chibe kanika amudo opsoyo deymiz. Mana bu joyda bizda kelyaptiki, nika shakli. Mana buni bilamiz. Unika degan shakli undoshga, nikani o'zi unliga qo'shilar edi. Uyga borganligim uchun, ya'ni hech kim yo'q ekan degan narsa bo'lyapti. Piga unika palli kayo deymiz yoki mana bizda yana nika holati kelyapti. Yomg'ir yog'ayotganligi uchun tezroq ketaylik, boraylik degan narsa bo'lyapti. Demak, bu qo'shimchamiz ham nargidan katta farq qilmagan holatda aso-osodan uchun sababli degan holatda keladi. Sifat bilan fe'llarga qo'shiladi. Qo'shilishi unli undoshga qarab qo'shiladi va nika deb talaffuz qilamiz bu narsani. Xo'p, tushunarli bo'lsa keyingisiga ketdik. Endi undan keyingi grammatikamiz bizda ham otga, ham sifatga, ham fe'lga qo'shilish holati kuzatiladi. Bu narsa temune shaklini o'zi bo'lsa, demak ot turkumiga qo'shilar ekan, tarjimasi sababli deb tarjima qilamiz. Sifat bilan fe'lda faqatgina mana bu gi degan narsani qo'shishimizga to'g'ri keladi. Gi temune deydigan bo'lsak, sifat bilan fe'llar qo'shilish shakli bo'ladi. Ligi sababli yoki ligidan, deb turib boyagina sababli, tufayli deb ketsak bo'ladi bu grammatikani. Tufayli degan tarjimadan kelib qolishi mumkin. Tufayli. Hop, buni misollarda ko'raylik. Chingu temune hakkoye nijosoyo degan gap bo'lyapti bizda. Demak, mana biz otga, ya'ni ot shaklidan keyin qo'shilish holatini ko'ryapmiz. Do'stim sababli yoki do'stim tufayli maktabga kechikdim degan narsa bo'ldi. Endi Toni opki temune, mana ko'ryapmizki, bizda nimaga qo'shilyapti? Fe'lga qo'shilyapti. Opki temune tekshiril motassayo. Pulim yo'qligi sababli, mana yo'qligi sababli taksiga mina olmadim degan narsa bo'lyapti. Demak, bundan xulosa qilamiz. Bu shaklimiz ot, sifat, fe'l hammasiga qo'shilar ekan. Ko'rinishi temune, sifat bilan fe'lga qo'shilishi gi temune, otlarda sabablini o'zini olib keladi, sifat bilan fe'llarda ligi sababli, tufayli degan tarjimalarda olib kelar ekan. Bu ham tushunarli bo'lsa, keyingisiga ketdik. Keyingi qismimiz bizda uyga vazifa qismi. Demak, mana bu joyda biz gaplarni berdik va o'rtada nuqta qoldirdik. Bu joyda birinchi o'tgan grammatikamizni qo'shamiz. Faqatgina bu joyda unli undoshiga qarab qo'shishimizga to'g'ri keladi. Yorug' va qorong'usiga qarab qo'shishimizga to'g'ri kelardi. Nima qo'shamiz bunda? Boyagi aso yoki oso degan shaklda qo'shib ketar ekanmiz. Xo'p, keyingisi ikkinchi grammatikamizda nimani o'tdik? Ikkinchi grammatikamizda biz sizlar bilan o'tdikki, nika degan shaklni ko'rib chiqdik.
u joyiga mana buni nikani qo'shamiz, faqatgina o'nli o'ndoshiga qarab qo'shardik-a buni. Xo'p, mana shu shaklda qo'shib ketamiz. Undan keyin uchinchisida eng oxirgi o'tgan grammatikamiz nima edi? Temune degan shaklda o'tdik, to'g'rimi? Ana shu temuneni qo'yish bilan kifoyalanamiz. Faqatgina otgami, sifatgami, yorug' o'nligami, qorong'ulikmi yoki o'nli o'ndoshigami, mana shu joylarda yaxshiroq e'tiborliroq bo'lsak, o'zi kifoya. Bu uyga vazifa yozib olamiz va sizlar bilan yanagi darsda ko'rishguncha xayr.